Bugun orfan kasalliklar haqida ozgincha gapirib beraman. Bir nechta orfan kasallik haqida. Birinchisi bu mukovistsidoz kasallik. Autosomal retsessiv deyiladi. Orfan kasalliklarining ichida eng ko'p uchraydigan kasallik. Taxminan har 5000 ta boladan bitta kasal bola chiqishi mumkin. Bu kasallikda nima bo'ladi? Bola tug'ilganidan keyin tez shamollaydi, pnevmoniya bo'ladi, xronический yo'tallik bo'ladi, bolani vazni qo'shishi qiyin bo'ladi, ichi ketar bo'ladi. Shunaqa holatlarda birinchi diagnoz nima haqida o'ylashimiz mumkin? Bu mukovistsidoz. Hozirgi kunda O'zbekistonda mukovissidozga neonatal skrining o'tkaziladi, ya'ni har bitta yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tekshirishadi. Agarda xavf guruhiga kiradigan bo'lsa, OTV test o'tkaziladi. OTV test orqali ham xavf guruhiga tushsa, keyingi etap bu genetik diagnostika. Bizning laboratoriyamiz bu kasallikka gen chaqirtiradigan gen CFTR tekshiriladi. Bu gen diagnostikasi bu oxirgi etap diagnostikani, keyin o'shandan keyin tashxis qo'yiladi va lecheniya boshlanadi. Qancha vaqtli bilsangiz, tasdiqlasangiz shu diagnozni, shuncha vaqtli lecheniya boshlanadi va shuncha yaxshi javob beradi bola.